Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugungi videomiz stanok haqida bo'ladi. Frizerovni stanok, frizer stanok universalni. Bu degani xohlasang o'ngga, xohlasang chapga, xohlasang ortga, xohlasang pastga, xohlagan joyingga chaqlab beradi. Marka mana markasi. Yili ham yangi 2024 ekan. Bu ipkani ham mana bloklarni ham chaqlab beradi. Nasib bo'lsa ipga blok chaqlab beramiz. Usti prokratga kuyganligi uchun. Stanogimizda funksiyalari ko'p. Endi bizlar asosan galovga blok chaqlaymiz. Galovga blok chaqlaganimiz uchun o'zimiz uchun ishlatamiz. Avtomat stanok pomna. Klavatlarini ham opishim kam. Xitoy tok kam ishlasin degan maqsadda klavatlarni ham juda kam qilib o'zimiz zakaz bilan qildirganmiz. Stanogimiz opishi dahshat. Ipga blok, ipga galovkamiz prokratga kuyganligi uchun buni chaqlayamiz. Ipgada bilasizlar, gnezdo направляющийлар yo'q, lekin gnezdo направляющий qo'yib beramiz. Bu galovkamiz mana qaynab ketib prokratga kuydirgan. Nasib bo'lsa bunga ustini frizerovka qilib, protirka qilib, ustini chaqlab, cho'tka qilib beramiz. Buni protirka qilishdan asosiy sabab ma'lum miqdorda suv o'tganligi uchun klapanning faskasi nagar baylab qolish ehtimoli bor. Shuning uchun bitta protirka qilib, ustini frizerovka qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Avtomaster Master 014 ga murojaat qilaverasizlar. YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yingizlar. Nasib bo'lsa, chotki galovkalarni pomna noldan remont qiladigan videolarda ham, galovkada bo'ladigan muammolarda ham, galovka balki pomna avtomobillarda bo'ladigan muammolarni ham yoritib borib chiroyli layfhakchalar qilib berishga harakat qilamiz. Sog'lig'ingizda, salomatligingizda obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.